Manaki mana shuni qilish uchun ancha harakat qildik, izlandik. Shu ishni qilish ancha niyatim bor edi. Bir vaziyat to'g'ri keldi. Shu ishni qildik. Menimcha chiroyli chiqdi. Uni bahosini o'zlaringiz berasizlar. Men uchun bu eng muhimi, mana buni qilish asli niyatim mana shuni qilish kerak edi. Mana menimcha uddaladim. Bahosini o'zlaringiz berasizlar. Marhamat. Kimgadir shunaqa remont xizmatlari, malyarka xizmatlari bo'lsa, marhamat, bemalol murojaat qilasizlar. Uylaringizni bundan-da chiroyli, bundan-da ko'rkam qilib beramiz. Marhamat.